chain restaurants anywhere on the island. In fact, there's local bars right here that say the highest floor you can be here is only 37 feet. No chain restaurants can operate on the island at all. So this is kind of led to a 5 years that someone in Florida, Florida, a lot of small local businesses are right here. Most of the room accommodations here are going to be small mom and pop, independently run. Gülistanın kuzu Zavuk birle gülü kültür handalan Zavuk birle gülü kültür Bismillahirrahmanirrahim. Ey Allah'ım kardeşim. Okay, that's good. That's not good. И картошка подана. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. Salomatmisizlar? Hozir xudo xolasa mana men Alabamadan kelyapmiz, shtatidan. Juda ham bahoriy kayfiyat, hamma yoq ko'kalamzor. Kichkina USga mahallalardan ketyapman. Floridadan Texas, Dallasga qarab yo'l olganmiz. Judayam chiroyli, ko'kalamzor hamma yoq. Assalomu alaykum qadrdon do'stlar, salomatmisizlar? Hammaga salom. Xudo xolasa bugun mana hozir Texas shtatidamiz, Dallasdamiz. Bugun mana xudo xolasa
yukimiz tayyor bo'lar ekan, ertaga soat 4:30 da azonda yuk olib Arizonaga, Phoenix shtatiga pochta olib ketishimiz kerak. Bugun juda ham zo'r havo, kayfiyatlar a'lo. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Tanjollar sog'mi? Xudo xolasa bugun dam olish kunimizda. Hozir Arizona Phoenix shahrida edik. Hozir bir chiroyli bir bog'larga kelyapmiz. Arizonani o'sha ko'rganlarimizni sizlar bilan baham ko'rmoqchimiz. Tanjollar sog' bo'lsin. Doim kuninglar xayrli bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. At the roundabout, take the first exit. Bugun mana xudo xolasa rafiqam bilan Fatima bilan birga Phoenix edik, Arizonada. Bir chiroylikina milliy bog'i bor ekan. O'shalarni sizlar bilan baham ko'ryapmiz. Ko'rganlarimiz sizlarga manzur bo'lsa xursand bo'lamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Ilohim. Kanalimizda qolinglar. Xudo xolasa mana Gardenga kirdik bog'iga, botanika bog'iga. Fatima bilan ikkalamiz ikkita bilet oldik. Xudo xolasa ikkita biletimizni 69 dan 90 so'm bo'libdi. Shu bir 34-35 dollardan bo'ldi har birimizga. Hozir bu yerda ko'p yayib yuradigan joylar bor. Men o'zim uchun elektroskuter olishim kerak. Kaktuslar qaraylar, shunaqangi bir chiroyli bu o'simliklar. Allohning bir karomati bu ham. Juda ham bir chiroyli. Juda ham chiroyli mana kaktuslar. Hozir mana hamma joydan sayyohlar kelgan, juda ham bir chiroyli ob-havo. Mana kaktuslar bir chiroyli manzaralari. Hammasi bir tabiiy, juda ham bir go'zal tabiat. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Watch out, guys. O'zimga qulaylik uchun o'zimga elektr skuter oldim. Endi bu yerda ko'p yayib yuradigan joylar bor. Mana ko'rganlarimiz sizlar bilan baham ko'ramiz. Mana juda ham bir chiroyli bog', juda ham bir ekzotika. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Voy, manbalari chiroyligini. Juda ham bir go'zal. Mana bir tabiatning mo'jizasi. Mana xaritalari mana shu botanический sadda. Mana kattaligi qanaqa katta.
Chiroyliligini qarang bu o'simligi. Bir 7-8 metr kelsa kerak balonligi. Judayam bir chiroyli. Bugun juda sayyohlar ko'p kelishdi, turistlar. Judayam zo'r manzara bu. Bugun dam olish kunimiz zo'r o'tyapti. Tabiat qo'ynida. Mana dunyodagi eng kichkina qushlar makoni ekan bu taraf. Hammam Garden. Judayam odamni bir bahri dili ochiladigan joylar ekan. Hammaga nasib qilsin shu joylarga kelishga. Mana hozir bog'damiz. Bu bog'ning nomi Kapalaklar makoni ekan. Juda ham ko'p kapalaklar bo'lar ekan mana shu bog'da. Har xil turdagi kapalaklar bor ekan. Kun qattiq isigan paytda ko'p keladi mana shu yerga bog'ga deyishadi. Bu kapalaklari ming xil turlari. A lot of people do that, you know. They just go and watch them take off and Bugungi ob-havo shunday mazza, odam dam olyapti. Imkon qadar dam olish kunida hammamiz mana shu bir chiroyli joylarda, oila davrasida, qadrdonlar bilan videoda imkon darajada yaxshi o'tkazishni hammaga nasib qilsin. Hamma joydan sayyohlar kelishgan, dam olgani. Actually, it's not doing very well on one level. Mana qadrdonlar, do'stlarim, juda ham bir chiroyli joylar. O'simlik dunyosi. Lekin shu yoshga kirib, juda ham endi birinchi marta ko'rishim bunaqa kaktuslar turlarini. Bir 100-200 ga yaqin bo'lsa kerak u. Juda ham ko'p. Juda ham bir chiroyli. Well, thank you very much. Thank you. Wait, no, go Oh, ahead. it's okay. It's okay. I'm waiting. No. Yeah, it's okay. You sure? Turn it on. Thank you very much. Okay. Appreciate. You have a wonderful day. You too. Thank you. Appreciate. Thank you.
Ana qadrdon do'stlar, har bitta o'simligi nomi yozilgan shu har bitta kaktuslari. Ana aloe. Judayam chiroyli manzaralar. Amerika davlatini Arizona shtati yozi judayam issiq bo'ladi, jazirama issiq. Hozirgi paytda eng barqli payti, judayam mazza qilyapti odam. Judayam bir go'zal tabiat manzaralari. Harakat qilaman ko'rganlarimizni chiroyli joylari sizlarga ko'rsatib birgalashib bo'lishimizni. Right. That's like that's the hard, like honestly, that's the hard thing. Bugun dam olish kunimizda Xudo xolasa kechqurun yukimizni olishimiz kerak. Shu bilan yana yo'lga ozgina dam olish kunimiz bo'lsa ham imkon qadar o'zimiz uchun vaqt ajratamiz. Assalomu alaykum hammaga yana bir bora. Xudo xolasa bugun kunimiz yaxshi o'tdi. Mazza qilib tabiat qo'yinda bo'ldik. Hozir endi Xudo xolasa ovqatlangani keldik. Vegan sho'rva oldik. Vegan sho'rvaga mana rayhonlar solinadi. Yashil limondan, qalampirlar, sabzavotlar hammasi. Judayam zo'r sho'rva. Shu bilan keyin kechqurun Xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Anjorlar sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Bizga yoqimli ishlar. Bismillahirrohmanirrohim.